Keyin garmoniyanichi ko'proq suvga ichiladi. Qaynamagan, xona haroratida turgan suv 150-200 gram miqdordagi suvga aralashtirib garmoniya ichiladi. Xonim, gapingiz bo'lmadi. Men nevaralarning issig'i chiqdi-da. Mana shu temperatura anaqasi deganni o'qib qoldimda, ichki suvning issig'ini tushirdim. Tushirdimi? Ko'rdingizmi? Sizlardan eshitamiz. Yangi natija mahsulotda temperatura bir nimasini anaqa qiladi, xususiyatlarida o'qiganimda, qani tavakkal dedimda, suvga tomchi yarib ichki suvning issig'ini tushirdim. Hammasi bizda lekin sitma tushiradi. Smartlar ham sitma tushiradi. Hammasi sitma tushiradi. Keyin mana sahrdan bittasi aytyapti natija. Sahri hayotda deydi, shunaqa bo'lma 9 ga tushmadi. Mana shuni ichgandan keyin sahri 9 ga tushdi. Odamlarni o'zidan eshitamiz, mahsulot yangi bo'lgandan keyin, misol uchun men o'zim ichdim. Endi menda doimiy ichib yurganimga bir nima qilmadim, lekin qandaydir bu ham bir bitta обострение berib o'tdi. Bunda bunday qo'zg'alish qanaqa asosiysiz bunda? To'g'risini aytsam, homiladorlik paytimdagi davrga qaytib qoldim. O'shanaqa holat bo'lib qoldi menda. Onalar ham shunaqa deyapti. Hidni juda ham kuchli sezib, haligi ovqatga bo'lgan moyillik ko'payib ketdi. Keyin sirazi ichga to'xtatib qo'ydimda, keyin yana boshladim. Boshlagandan keyin buni darsida bo'ldik-ku. Zo'rligini bilgandan keyin qaytadan boshladim. Yo'q, unaqa holat bo'lmadi. Lekin endi menda hozir oldingidek davleniya ham yo'q, yaxshi bo'lgan. Yurakda muammo yo'q. Avvalgidan sal to'lishganga o'xshab turibsiz siz. To'lishda? Yo'q. Avval dekabrdan kelganida sal yuzlaringiz ozg'inroq edi. Hamma har xil aytadi. Kimdir keladi, ozsiz deydi. Yo'q, men hozir sizni to'lishgansiz mana yuzlaringizdan. Bir kuni boshqa kiyimda kelsam ozsiz deydi. Boshqa kiyimda kelsam to'lishsiz. Men familiyam anchadan beri ko'rmaganimga shu dekabrda keldim deb o'ylayman, 3 oy 4